Birodarlar, men sizlardan bir narsa so'ray. Nima sizlarni Allohdan uzoqlashtiradi? Allohni unutishingizga nima majbur qiladi sizni? Men faqat shuni so'ramoqchiman. Alloh bir martadan bo'lsa sizlarni unutdimi? Bir daqiqaga ham bo'lsa Alloh sizlarni unutdimi? Qur'oni Karimda Alloh taolo aytadi: Ey odamlar, nima sizlarni mendan uzoqlashtiradi? Nima sababdan mendan uzoqlashasiz? Alloh aytadi: Ey meni bandam, Qur'onda bu. Nahot unutgan bo'lsangiz, axir bir vaqtda siz yo'q edingiz-ku. Alloh aytdi: Bir vaqtlar odamizod yo'q edi. Sizni hech kim tanimas edi. Siz hatto yaratilmagan edingiz. Alloh aytadi: Men sizlarni yaratdim-ku. Yolg'iz men sizlarni yaratdim-ku. Bir tomchi spermadan. Bugun insonlarni qo'liga 3-4 so'm pul tushsa, birovlarni mensimay qo'yadi. Do'stim, qayerdan chiqqaningni unutdingmi sen? Alloh seni bir tomchi spermadan yaratdi. Sen o'zingni aldama, meni cho'ntagimda pul bor deb, yo bir meni go'zal mashinam bor. Alloh aytadi: Men sizlarni spermadan yaratdim. Spermadan. Siz bir suv edingiz. Yuragida kibr bor odam eshitsin buni. Hamma narsaga o'zim erishdim degan odam eshitsin buni. Meni Allohga vaqtim yo'q degan odam eshitsin buni. Birodar, bir vaqti sen yo'q eding va shu yo'qlikdan Alloh seni sperma qilmadimi? Kechirasiz bunday gaplarni gapirganim uchun. Ammo men haqiqatda gapirmasam bu yerda o'tirishimdan nima foyda? Siz bir tomchi sperma edingiz. Agar o'sha sperma yerda bo'lsa, birov pul berganda shuni usha deganda ushamas edingiz. Bu sizga yoqadimi, yoqmaydimi, ammo bu haqiqat u. Islom olimi Ibn Taymiya ajoyib bir narsa aytganlar. Siydik yo'lidan 2 marta o'tgan odam. Siz siydik yo'lidan bir marta emas, 2 marta o'tgansiz. U kishi aytdilar, qanday shu inson yuragida kibrlanishi mumkin? Alloh aytadi: Men sizlarni bir tomchi spermadan yaratdim. 3 qavat bo'lgan onangizni rahmiga yaratdim. Men senga chehra berdim. Men senga jon berdim. Qayerda edi seni oilang? Qayerda edi seni boyliging? Qayerda edi seni sevgiling? Seni interneting qayerda edi? Men seni yaratganimda bu narsalar qayerda edi? Bugun shular sababli mendan uzoqlashyapsan. Shu narsalar onangni qornida bo'lganingda qayerda edi? Bugun shu narsalar sababli mendan uzoqlashyapsanmi sen? 9 oy onangni qornida men seni boqmadimmi? Puling yo'q edi, fabrikang yo'q edi, olim emas eding, kompaniyang yo'q edi, hech niman yo'q edi. Men seni boqmadimmi 9 oy? 9 oy onangni qornida kim seni suvda cho'milishni o'rgatdi? Kim? Qaysi maktab? Kim senga onangni qornida 9 oy suvda turishni o'rgatdi? Alloh. 9 oydan keyin Alloh imkonsiz narsani imkonli qildi. Alloh imkonsiz narsani imkonli qildi. Nimaga? Sen bu dunyoga kelishing uchun. Iltimos menga tushuntiring, mana shuncha bir inson qanday mashunchagina joydan chiqishi mumkin? Alloh seni bu dunyoga kelishing uchun imkon yaratdi. Sen tug'ilding. Yalang'och, chorasiz. Hech narsang yo'q edi.
Seni qo'ling bor edi, ammo sen usha olmasding. Oyog'ing bor edi, sen yura olmasding. Seni tishing bor edi, sen yeya olmasding. Kim senga rizq berdi o'sha vaqtda? Onangni ko'kragidagi sut. Shu bugunga davr butun olimlar, butun ilmlari bilan, butun texnikalari bilan, butun pullari bilan ona ko'kragidagi sutdek bir shirin sut yarata olmadilar. Ammo Alloh bu sutni onangni ko'kragiga kim uchun joylashtirdi? Kim buni Allohdan so'radi? Kim bunga pul berdi? Yozda esa sen uchun u sutni sovutar edi. Qishda esa sen uchun u sutni isitar edi. Kim bularni qilardi sen uchun? Har kecha seni kim qarar edi? Onangchi onang, kechasi bilan uxlamasdan seni tervatib chiqqan onaga shunday sevgi bergan kim? Kechasi bilan seni tervatib chiqishga nima majbur qiladi? Allohning sevgisi emasmi? Seni qo'llaring tuta olmas edi, Alloh bunga ruxsat berdi. Oyoqlaringchi yura olmas edi, Alloh bunga ham ruxsat berdi. Alloh senga tish berdi. Alloh senga aytyapti. Alloh senga aytyapti. Seni yuraging har bir urishi uchun Allohdan ruxsat so'raydi. Alloh bir martadan bo'lsa yo'q dedimi? Tasavvur qiling, bir kunda 100 mingga yaqin yurak urishi. Alloh bir martadan bo'lsa yo'q dedimi? Seni vujuding Allohdan ruxsat so'raydi nafas olish uchun. Alloh bir martadan bo'lsa yo'q dedimi? Hatto sen harom qilayotganingda, hatto sen zino qilayotganingda, hatto o'zingga o'zing zarar berayotganingda, Allohning g'azabini keltirganingda, Alloh harom qilgan narsani qilayotganingda, o'zingda zararing uchun qilayotganingda, hatto o'sha vaqtda seni yuraging Allohdan ruxsat so'raydi. Alloh o'shanda ham ruxsat beradi. Bugun insonlar bir-birlari bilan bitta qilgan xatolari uchun gapirmaydilar. Bitta qilgan xatolari uchun gapirmaydilar. Er-xotinlar bo'lmagan bir sabab uchun ayriladilar. Alloh bir martadan bo'lsa sizlarni unutdimi do'stlar? Endi do'stlar, bugun siz yura olasiz. Bugun qo'lingiz bilan bir narsani usha olasiz. Bugun bemalol gapira olasiz. Hatto o'zingizga bir narsa qo'g'irib yeya olasiz. Sizni Allohga vaqtingiz yo'qmi? Siz bandmisiz? Sizga bu kerak emasmi? Siz Allohga shunday minnatdorchilik bildirasizmi? Tasavvur qiling, men siz yoningizga keldim. Siz menga bir tovoqda ovqat berdingiz. Men yoningizga keldim, dedimki, birodar, meni yegan ijtimoiy narsam yo'q. Menga biror nima ber. Siz menga bir tovoqda ovqat berdingiz. Men tovoqdagi ovqatingizni yedim va tovog'ingizga tupurdim. Siz meni nima qilgan bo'lardingiz? Allohga qasamki, birodarlar, bizi Allohga ehtiyojimiz bor. Allohda bizga ehtiyoji yo'q.